Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabı dersimizin devamında bugün Abbasilerin 5. halifesi, en meşhur halife Harun Reşid'ninki devriyle tanışıp çıkımız. Harun Reşid'ninki hilafet zamanı, yani 23 yıl devr sürgen bu adam. Hicriye 170. yıldan Hicriye 193 yıllık hakimiyet 5 adet ultağan. Harun Reşid Uygurlarına ait tanıştık bir halife. Çünkü bu adamniki min bir kecha namlık bu adam asasida yazılgan bu roman vatanimizde köp okulgan, teşvik kılıngan. Bu kişininki kunyasi Ebu Cafer. İsmi bolsa Harun. Bu Mehdi'nin oğlu. Mehdi Mansur'un oğlu Ebu Cafer Mansur. Mansur Abdullah'ın oğlu. Abdullah Muhammed'in oğlu, Muhammed Ali'nin oğlu, Ali Abdullah ibn Abbas'ın oğlu. Ondaqda bu adam Abbas radiyallahu anhu'nun 7. nevirlerden boladı ondaqda. O kişi ölüp ketken vaqtida dadısının veli ahdi bekitken yol yoruq boyunca bu adam halife bolgan. Bu adamniki halife bolgan vaqti 170. yılı Rabiul Evvel'nin yani 15-16'lara to'g'ri keldi. Yani Rabiul Avvalda 14 gün qolgan vaqt. Yani shanba kun kechda bu adam xalifelik maqomida o'ltirgan. İmam Sovliniki deyishcha bu kechida deydi. Bu adamniki Abdullah Ma'mun degan o'g'li tug'ilgan. Boshqa vaqtlarda bundan burun va keyin xalifa o'lgan, xalifa bo'lgan, xalifa tug'ilgan kecha faqat mush kecha deydi. Chunki dadasi xalifa o'lib ketdi u kecha. Bu Harun Reşid bu yerda xalifa bo'ldi. Bu Harun Reşid'in Abdullah Ma'mun degan o'g'li mushkish tug'ilgan. Bumi yani keyingi davrda xalifa bo'lgan. Hem shundaqla bu adamni Abu Musamo yoki Abu Ja'farmo degan kunya bilan atalgan bu adam. Bu adam o'zining dadasi va cho'ng dadasi Muborak ibn Fazala qatorliq kishilardan hadis rivoyat qilgan. Endi bu zatdan hadis rivoyat qilgan kishilar mesela o'g'li Ma'mun va uningdan boshqa bir turkum kishilar. Bu shu tarixdagi xalifalar ichidagi eng ilg'or dünya padişahları içindeki en ulug' padişahlardan bu adam. Özü köp urushlarni qilgan, köp qitim haj qilgan zat. Bu vaqtda şuna Ebu Maali Kullabi degan shoir shundoq deydi. Sen bilan uchrashmoqchi bo'lgan kishilar seni ya ishki haramdan topidi yoki dushmanning chegirlarida topidi deydi. Urush rayonlarida topidi deydi. Dushman zaminlarda ot ustida. Endi quruqliq zaminlarda sen yoki askarlar bilan yoki atrat kishilar bilan degan ma'noda keldi. Ba'zi lug'atlarda masalan chegirani ko'rsatgan. Ba'zida masalan ot ular ustida degan ma'noni bildirgan, ko'rdirgan, ko'rdirgan. Ba'zi iboratlarda bu yani bir o't cho'g'dan nima ko'rsatgan. Demek bu şirde hem de Harun Reşid'ninki şu cihat bilen, uruş bilen, gazat bilen ömürninki ve şunaklar şu hac bilen ötüğallığı tasvirlengen bu şirde. Bu zatninki tuğulgan jayı Rey adırkı Tehran'da. Çünkü dadisi şu Khurasan'a ve şu Rey taraflıga aynı vaxtıda emirke. Dadısının emir vaxtıda şu tuğulgan. 148. yılı tuğulganlığı hatırlangan. Anası Ummu Veled degan hem de Didek bu degan bo'ldi. Anasının ismi Xayzuran. O hem de oksi Hadi'nin manisi. Bu vaqtda Marwan ibn Habs shunaq degan tuvandek she'rni. Çünkü bir anadan ikki xalifa tug'ilganda, yani Xayzuranni maqtab o'qigan bu she'rda. Bu she'rda Xayzuranni maqtab, "Ey Xayzuran" deydi. "Hanaki thumma hanaki" deydi. Ma unaki emas, ha? Unaki o'lab qolsa bu yerda degan ma'no kelib chiqdi. Lekin men hanaki o'lab qolsa sana mübarek olsun, mübarek olsun. Xo'sh o'g'in yoki xushal bo'g'in degan mazmunda. Yani tabriknom so'zi. Sening ikki o'g'ling dunyoni boshqaryapti, dunyoni boshqarib ketdi degan gap. Yani bu orqali hamda Xayzuronga bu yerda marsiya o'qiyapti. Hamda Harun Reşid'ninki ish izlari bu odamniki bir qism ortiqchiliklari haqida o'zi masalan oqpisma, uzun, egiz, güzel adam ekan. Onun üstüne ayette yakımlık, tili ötkür.
Çünkü bu adam şu ilim ve edebiyat sahasida hali o'rni vakinde ma'lumotliq shoirlik halibi deyishki bo'ldi. Bu adam o'ziga xilofat davrlarida her kuni mesela o'lib ketguchilik 100 rakat namoz o'qiydi deyilgan. Bu kasal bo'lib qolsa o'qiolmaydi, bo'lmasa tashlab boqmagan. Uning ustiga bu adam her kunligi o'zining shu sop melidan, o'zining shaxsiy melidan 1000 dirham sadaqat qiladi dedi. Hem shundaqla ilim ve ilim ehlini yaxshi ko'radigan, islomning cheklimlarini hurmat qiladigan, din ishlarida quruq munozir qilishni yoqtirmaydigan, uning ustiga Qur'on va hadisdagi aniq kelgan ko'rsatmalarga qarshi so'z qilishni bu odam o'ch ko'radigan, yomon ko'radigan odam ekan. Undaqda bu kishini Salipi xalifa deyishki bo'ldi bu jihatda. Bu adamga Beşiril Merisi deydigan shu davrdagi allomalarning birisining Qur'onni maxluq degan gapi bu odamga yetib qolgan vaqtida agar uni dedi tutibli qola olsam uning bo'ynini kesiman degan. Demak, mush e'tiqodiy masalalarda fitna fasodga yo'l qo'ymagan xalifa deyishki bo'ldi. Bu odam davomli o'zining shu gunohlarga, o'zining isrof qilmishlariga, o'z nafsiga yig'laydi ekan. Bo'libmi bu odamga boshqalar va'z tabliq qilib nasihat qilgan vaqtda bak yig'laydi ekan. Ham shundaqla bu odam maqtashni yaxshi ko'rdi ekan, maqtanishni. Chunki podsholar cho'qim shu maqtaganga amroq keladi. Maqtagan shoirlarga ko'p miqdorda mol dunyo mukofot bergan. Bu odamning o'zimi shoir edi deydi, bir qism she'rlari bor. Bu adamninki huzuriga bir qitim Ibn Sammaq deydigan shu davrdagi donliq voiz bir nasihat qildigan endi bir tabliğchi degan bo'ladi-da. Bu odam kirgan ekan. Bu natiq bo'ladi bunda odamlar. Shuningdek bu odamni bek hurmatlab chekida oshirayotgan Harun Rashid. Ibn Sammaq debdi bu vaqtida. Sening kamtarliging sharafingdir. Sening sharafingdimi sharaflikdir degan. Andım bu kişiye nasihat qilib yig'iltib etgan dedi. Demakchi bo'lgani sening bir kamtarliging, sening bir sharafing demakchi. Lekin bu sening mushu maqomda, mush xilofat maqomida turib, sening kamtarlik qilganliging sening sharafingdimi ulug' sharafdir degan bo'ladi bu. Chunki podsholarning ko'pinchisi kibr, o'zi cho'ng bilish, mag'rurlik bu ko'pincha ularning odati. Fuzayl ibn Iyaz'ninki uyiga o'zi keladi o'zi. Fuzayl ibn Iyaz shu davrdagi nihoyat donliq, mashhur ulamolardan, vaizlardan, notiqlardan bo'ladi. Abdurzaq degan kishining deyishicha, men Fuzaylda Makkada edim dedi. Bu Harun Rashid o'tdi shu jarayonda. Fuzayl mundaq debdi. Xalqning hammasi meni yomon ko'rishidi. Hamda podshohning ko'pincha og'rinli kishilarida. Lekin zaminda, yer yuzida menga uningdan aziz bir kishi yo'q degan. Agar bu o'lib ketib qolsa, sen cho'ng ig'ir ishlarni ko'ratding. Demakchi bo'lgani hamda Harun Rashidni hamda nurg'un fitnalarni besib turayotgan, islom dunyosini birlik keltirgan bir podshoh demakchi bo'lsa kerak Fuzayl ibn Iyaz. Ebu Muaviye Zarir degan odam, Zarir degan A'ma degan bo'ldi. Bu kishi shunday deydi. Harun Rashidning oldida Rasulullohning ismini zikrli qilsam, sallallohu alayhi sayyidi deydi. Bunday degani, yani payg'ambarimizga, efendimizga Allohning salomi bo'lsin, rahmati bo'lsin degan. Bir qitim payg'ambar alayhisolatu vasallamning tuvandagi hadisini so'zlab bergan edim dedi. U hadis mundaq. Men Allah yo'lida o'ltirilishni yaxshi ko'raman dedi. Yani o'ltirilsam, yani tirib, yani o'ltirilsam degan hadis. Bu jihad haqidagi kelgan hadis. Bu hadisni anglab, yig'lab, soqollari yo'l olab ketgan. Yoki bo'lmasa yig'lab, buquldab ketgan degan mazmundan bo'ldi. Harun Rashid hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisiga bek hurmat bilan muomala qiladi. Va shundaqla payg'ambarimizning hadisini imkon bor shak shubhalardan qo'g'daydi dedi.
Bir kuni Peygamberimizin tövendeki hadisini sözlep bergen edim dedi. O bosmu Adem Aleyhisselatü Vesselam bilen Musa Aleyhisselatü Vesselam'daki munazirasi bayan kılgan hadisemde. Şu aralıkta hem de Kureyşlininki kattalardan bir adam yüzlüklerden. Kaçta oltağın. Bu adam mı cim tutmay bu Kureyşlik adam. Bu adam bilen Musa nerede uçuruşuptken dedi. Demiş mi Adem Aleyhisselatü Vesselam bilen Musa Aleyhisselam'daki munazirasi hadisler bayan kılgan. Lekin Adem Aleyhisselatü Vesselam bilen Musa Aleyhisselam'daki zamanı uzun devirler, jaryanlar ötkende, zamanlar ötken. Bu ulaniki ruhani dünyadaki uçuruşu, dünyadaki uçuruş emas. Yani bunu aklımız kabul kılıp bulanmaydı. Bunu şu hadis kelgen peti şu peti kabul kılış gerek adette. Bu adam hem de bir yerde nerede uçuruşup iken dep tenteklik kılgan eken Harun Reşit'nin şunda açık kep kitap kanıma kamçı bilen kılıç. Bu zindik peygamberimizdeki hadisiga noksan yetkiziyotidu degan. Bu Muaviye deydi, bu hadisi sözleyip alimimde. Men onu va jimtosi deb oran onu shuk qildim deydi. Shu vaqtda dedim ki Emirul Mu'minin bu shundan mundaqlam chiqib qoldi. Tasodifiy chiqib qoldi desem, oxiri jim bo'lgan to'xtagan deydi. Endi Abi Muaviye yana bayon qilib, men bir kuni Harun Reşit bilan tamoq yegan edim. Qo'limga men bilmaydigan bir odam suv qo'yib berdi deydi. Harun Reşit dediki, sana kim suv qo'yib berdi debdi. Men bilmayman desem, men degan deydi. Bu yani ilim bo'lgan bu odamning hurmat etdi. Ilim va ilim ahlini shundoq hurmatladi. Abu Muaviye o'zi muhaddis, katta büyük olim zohidlardan shu davrdagi. Ama bu adamning ko'zi qari, ko'zi ko'rmaydi. Bundan bu yana bir narsa es qilsak bo'ldimi? Shu dasturxonda suv akilish, qo'l yuvish masalasi dasturxonda. Bu islom an'anasi deyishki bo'ldi. Shu xalifalar davridagi zamonlardan qilib qolgan bir an'ana. Boshqa millatlarda hozir bu asosan yo'q, bu qoidalar yo'qolib ketdi. Uyg'urdan boshqa millat asosan yo'qolib ketdi bu o'g'ay. Endi Mansur ibn Ammar degan kishi shundoq deydi. Men shu zikr tasbih vaqtida 3 odamningki shu mil yosh to'kkandek ko'rgan. Biri Fuzayl ibn Iyaz, yana biri Harun Rashid, yana birisi yana bir odam deb shundoq deganda. Ubaydullah al-Qawariri degan kishiningki deyishcha, Harun Rashid bilan Fuzayl ibn Iyaz bir yer uchiqishibdi-da. Uchiqishgan vaqtda Fuzayl debdi Harun Rashidga. Oy yüzü güzel adam, sen muşu ümmetinin umumi işlerden sen mas'ul. Xudo javob bersa degan. Xaliflik deyilayotgan gapmi bu. Bu yerda yana bir nuqtani bilsak bo'ldi. Podshohga yana chiroyli, güzel şekilde bu odamga yana bir mas'uliyatlik bir ahvolda yana ogohlantirish beryapti. Bizga Leys Mujohiddan hadis so'zlab bergan edi deydi bu odam. Misol keltiryapti. Qur'oni Karimdagi Sura Baqaradagi oyatda va taqatta'at bihumul asbab. Ularning bütün sebeplari uzlab qoldi degan oyatni tushundigan vaqtida, ya'ni bu dunyodagi ularning o'zaro kishilar orasidagi tuqqandochilik, do'stonlik, odoshlik munosabatlari uzildi degan bo'ldi degan. Yani bu arkalık ne demekçi degende senin dünyadaki senin imtiyazın yo'qaydi sen kıyamette Allah'ın huzuruksa yalğız hesap berse sen dünyadaki imtiyazın hürmetin hem de uyad es katmaydı demekçi. Harun yığılap ketken dedi şu vaqtida. Yani de İsa deb yığılap ketken degen bo'ldi. Hem de Harun Reşit hem de Abdullah ibn Mubarak'ke ta'ziya qabul qilgan. Ve bu adamın Abdullah ibn Mubarak'ın hürmetlişi ve soğatları, hediyeleri hakkında to'xtalib o'taylik. Bu adamınki güzel qilmishlardan Abdullah ibn Mubarak'ninki o'lim xabari bu kishiga yetgan vaqtida bu adam ta'ziyada o'ltirib shu o'rdininki kattalarini Abdullah ibn Mubarak haqida menga bir ta'ziya beringlar degan. Yani o'ziniki bir oilasidagi bir odam o'lib ketganga o'xshash ta'ziya qabul qilgan. Abdullah ibn Mubarak katta büyük ulema, muhaddislardan. Hem de Neptavi degan kishinin deyishicha Harun Rashid cho'ng dadisi Abu Ja'far Mansurninki izni qo'g'lab, shu izda ergishib mangan.
Lekin şu yersmenlikte undaq emas. Yani şu mal dunyoga bo'lgan omroqlikda undaq qilmagan. Chunki uningdek bir so'g' salom berdigan xalif ko'rilmagan. Bir qatim Sufyon ibn Uyaynaga 100 mingni bergan dedi. 100 ming dirham bo'lishi mumkin. Saqil Mavsaliga bir qatim 200 mingni bergan. Marwan ibn Abi Habsga bir qatim bir qasida o'qib berganga 5 ming dinar bergan. Ve o'zi minayotgan bir otni 1 tonni bergan. Rum qullaridan 10 qulni bergan dedi. Rum qulli degan shu urushlarda olgan qullar ayni vaqtdagi. Endi Asmaining deyishicha, menga Harun Rashid mundaq degan edi. Ey Asmai, nimanchi bizni bundaq tashlayotsa, bu yo'qolib ketsa degan mazmundagi. Dedim men Amirul Mu'minin, sizdan keyin men hech qanday bir shaharda men turpaqmidim. Turmayman, har qanday turmay, sizning qoshlarga keldim. Sen jim turib ketib, kishilar taqab bo'lgan vaqtida mundaq dedi. Men har qanday shahar patumi dedingmi? Tug'azmi dedingmi degan gapda. Keyin dedim men dedi Asmai, tuvandek she'rni. Sening ikki qo'ling bor dedi Mashira. Bu bir qo'lang sehrliqdan pul tutmaydi dedi. Pul tutmaydi demekçi. Yani birisi qilich bilan shu davomli qilich bilan davomli qon to'kidi degan bo'ldi. Yani qon berdi degan bo'ldi. Yani bu jihad va urushdan kinoyalik so'zlarni bu. Shuni Harun Rashid yaxshi qilding deb, mushunda bo'lg'ina deb shundaq dedi. Bizni ko'pchilik bor joyda bizni hurmat qilgin, vaqqirna degan gap va. Bizni bo'sh, yani xoli qolgan vaqtimizda bizga ta'lim bergan deb shundaq dedi. Şolar menga 5000 dinar pul mukofot bergan dedi. Mas'udining Muruj-i Zahab nomli kitobida deyishicha, Harun Rashid shu Rim dengizi bilan Qulzum dengizining parmog'iga yaqin bo'lgan mush joylarning orasini ulashni maqsad qilgan. Yani demakchi bo'lgani, Qulzum degani hozirgi Qizil dengiz. Rim dengizi deganimiz shu hozirgi Qor dengizida. Qor dengizi hozirgi shu Turkiya, Liviya, Yunon orasidagi dengizlar. Qizil dengiz bo'lsa, shu Misr, Sudan, Saudiya oralig'idagi joylarda shu. Mishani ulashni maqsad qilgan dedi. Bunga Yahya ibn Khalid al-Barmaki shunday vazir bo'ladi. Bu odam shunday degan ekan. Agar unda bo'lib qolsa, Rimliklar Masjidil Haramdan kishilarni bulab olib qo'yishdi. Ularniki parxut kiyimlari Hijozga kirib ketdi degan ekan, bu niyatidan yongan dedi. Undaqda bu zot ham shu Suez kanalini ichishni shu davrlarda ming yillar burun niyat qilib bo'lgan ekanda. Hem tövendeki mavzuda Harun Rashidga kelgan bu imtiyozlar hech qanday bir odamlarda bo'lib boqmagan. Hem Cahizdan deyishcha, Cahizmi shu davrdagi mashhur adiblardan bo'ladi. Hem de Harun Rashidga to'plangan imtiyozlar hech qanday bir xalifada bo'lmagan deb, uning vazirlari Barmakilar hozirgi Balax Afg'onistondan, sherdagi shu Barmakilar oilasi. Bunun qozisi Abu Yusuf, şairi Marwan ibn Abi Habsa, bunun monduşulgan sorundishi Abbas ibn Muhammed, dadısının tağısı. Bunun hacibi, yani yaki veziri, yaki işk bakıcısı Fazl ibn Rabi'. Bu şu devrdeki kişilerin en uygaq, en uluq adamlardan idi dedi. Bununki nakşçısı, qoşaqçısı İbrahim ibn Mevseli, ayali Zubeyde hanım dedi. Bunun başka kişilerin deyişçe, Harun Rashidning zamanı hemmisi yaxshilikqa to'lgan kunlar edi. Xuddi bu kunniki go'zalligidan bir to'yga o'xshaydi dedi. Xushalliq jihatdan ifodalanganda. İmam Zahibi rahmetullohi alayhi deydi, Harun Rashidningki xabarlari bak jiq, uni sharhlash uchun jiq vaqt uzun avvallar ketdi. Uningki yaxshi qilgan ishlar nihoyat to'la. Buning hamda cheklangan aram, lahvi, lazzatlar bilan shug'ullangan taraflarimiz bor. Alloh kechirsin dedi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.